Nozimjon yaxshimisan? 2 kilo kartoshka tort. Cho'qing to'y bola. Alanga ekan. Davay. Ko'rib qolmasin, tez to'yib oling. Yaxshilar fizodi qiling. Ertaga jangingiz bor, xo'pmi? Makallarga aralashmay, ular hayotni barbod qiladi. Davay, yuramiz konsofga. Ko'ryapsan, Brusli ham pechenga solyapti. Siz ham pechenga solishni o'rganishingiz kerak. 2 sekundda to'madalab qo'ysangiz bo'ladi. Kuzating. Bitta bilan turib olib qichqirmayman, obadicha uxlaylik. Davay, atboy. Derajdenelar qulluq olsa bitta puf deb qo'ying, ha, bo'pti mana. O'rningizga puf deb qo'yaman. Umrimga, baxtimga qo'yag'ida silliq bo'lib yuravering. Qayga olib boring? Ha? Bo'ldi, masajga olib boraman sizni, to'y bola. Siz tashlamasangiz bo'lmaydi-da. Sizni raqibingiz yengil ekan. Shuning uchun sauna qabul qiling dedim. Masaj oborasizmi? Agar mana shu bo'yda yutadigan bo'lsangiz, Xonsaroyda Muhabbat shahri loyihasidan boshlang'ich 20% ni to'lab, qolgan oyma-oy to'lab yashayveramiz. Yangi uy olamiz Xonsaroydan. Hoppa, o'g'il bola. Masaj chaqiruvmi deylar? Kim masaj oladi? Sizning bitta tayskiy masajingizdan qilib qo'ying, men tashqariga chiqib turaman, ha? Nima bo'ldi xo'razimga? Nima bo'ldi sening? O'zidan so'rang. Unaqa narsaga kelishilmagan. Endi oshirib yordingiz, xo'roz bola. Onam meni chiroyli chiqqan. Rohatini sen ko'rib yuribsan. Mazzami? Katta xolayni mazzasimi? Peshanangni qara. Hech sizib qo'ysa vertolyot qo'nadi. Qachon uylanasan? Uylanaman, dada. Sotoqo'zi. Sep qo'yib yuboryapti. Salidor surkasanmiki, amyak surkasanmiki? Assalomu alaykum tog'a, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Garshoy uylar yo'qmi? Garshoy bor, nimaga? Bolamga kerak edi. Bolamga nechinchi yilsan? 2008. 2008 bo'lib turib uylanding, bolang bor? Davay jigarlar. Sochimni oldimmi? Endi dadamning sochini ham olaman. Davay. 30 yil avval uxlab olsam bo'lardi ekan. Bo'ldi, shartingni bajaraman. Raqsmi? Raqsda iti bo'ladi. Bu hayvon nima uylanmayapti desam, mana shu zaxda yotaverib uylanmaydigan bo'lib ketibdi-da. Mayka qo'yag'i. Voy. Ha, hayvon 31 ga kiryapsan, uylan. Dada, uylanaman desam katta pul ketib qolar ekanda. Mebel olishim kerak, u qurishim kerak, bu qurishim kerak. Ha, dada, mana shu hammasini strategiyasini tuzib qo'ygan. Shallaqi eshit. Play Market bilan App Store'dan tortib olsang bo'ladi. Mumkin degan ilova bor. Shuni tortsang, masalan, sen to'yingga mebel olmoqchimiz, to'g'rimi? Qaysi mebel magazinlarda skidka bo'layotganini ko'rsatadi. Bitta voy texnika olmoqchi bo'lsang ham, qayerda nima skidka bo'layotganini ko'rsatadi. Xullas, O'zbekistonda magazinlarda nima skidka, nima aksiya bo'layotganini oziq-ovqatdan tortib sayohatgacha ko'rsatadigan platforma shu bo'ladi. Shu mumkin ilovasini ko'rib, seni to'yini qilamiz o'g'lim. Rahmat, men tayyorlanay dada bo'lmasa. Davay, qalamni uchini chiqar. Nimaga dada? Spiska yozamiz, to'yinga nima ketadi. Ha, dada, hop. 3 kilo bumaga. Bo'ldi, aytaman. Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom. Kuyov bola qalay uylangandan keyin hayot? Hayot zo'r. Men bitta narsani tushunib yetdim. Telingiz ham aytayapti, biz alohida yashaymiz. Hayvon. Sen alohida yashamoqchisan-da, to'g'rimi? Yo'q, qo'ling tushir, bo'ldi, urinma. Hayvon, sen alohida yashamoqchisan, to'g'rimi? Ha, dada. Kelin aytdi, to'g'rimi? Kelinim aytdi. Bo'ldi. Tayyorlaninglar, narsalar yig'ishtiring. Bo'ldi, dada, rahmat. Xo'p. Alohida yashaning, men o'lay. Men sizga aytdimmi? Hozir dadamning xizmatini qilib o'tirganimizda issiq uyda kiraverdik. Ha, menga ham tuting. Ha, seni chaching bor-ku. Nozim! Ha, qaynota! Kelinglar. Ha, oxirgi payt siz ham shu ovoryapsiz, qaynota. Tez turib ham sizga qarab, pashol nariroq tur deyapti. Qilgan ishlaringizda ayab ham jag'i qiyshayib qolibdi. Yo'g'i, yonchini oldirganda narkoz ta'siri. Kelinglar. Kuyov bola xush kelibsiz. Bu meni xizmatdoshim, hindistonlik, mehmon bo'lib ketdi. Namaste. Здравствуйте. Kiyovjicha, latta hai? Kuyov bo'lsa mana shunaqa bo'lsin-da, iftorlikka poli shirinliklarni olib keldim. Mazasini aytmaysizmi? Shirin va qarsildoq. Bolajonlar ham zo'r narsa yeganda bu. Hamkorlik qilmoqchi bo'lganlar aloqaga chiqilaveradi. Hindistonga ham berib yuboramiz, uka. Dadasi iftorga nima ovqat qilay? Kuyov bola siz ayting, iftorlikka nima ovqat qilsin? Mol go'shtidan bitta yaxshi sho'rva tashasin. Mol go'shti? Mol go'shtini yeyish kerak, quvvat bo'ladi. Molga ham sig'inadi. Ha, bitta qiling, bezin saribda, mana qil 3 marta qaravermasdan. Damg'irlar olib ketdi yarimni
Yomma yo, og'iz ocharga 5 minut qoldi, mana ular qilayotgan ishini qaranglar. Kim o'rgatdi bularga TikTokka kirishni? Voy! Yomg'irlar olib ketdi yarimni, yarimni. Ona nima yur, televizorim bo'ydami deymi? To'xtachi bitta ko'ray. Ne naymisiz devorni teshdingiz? Yo'q. Assalomu alaykum Raisbo. Opani bosdi. Tahorat olib yotay dedimi? Ha, onang nima gullarni, er xotin ustalami? Aka. Assalomu alaykum Raisbo. Sizni o'xshatdim. Aprikol qilmang. Senlar darsingda uyqu bormi? Bir dir qilasan, bir devorimni teshasan, bir televizorni teshasanlar-ya. Qani, choydan iching, rais buva. Choyingizni yig'ishtirib turing kelin. Menga qara, uyda bitta tualet bor, bitmagan. Shuni bitirib bera olaysanmi? 100%. 100% bitirib berasan, a? Ishtirina. Menga qarash, agar yana dir qilib miyam qatig'ini chiqarishadigan bo'lsa, Xonsaroyda Muhabbat shahri loyihasida xonadonlar sotuvi 3-bosqichi davom etyapti. Boshlang'ich 20% ni to'lab, xonadon xarid qilib chiqib ketaman. Mendaqa qo'shni topolmaysan qo'ygan. Tushundingmi? Men bor uzr Raisbo. Nima bu? Tualet. Qanday bu? Bunday yonbosh bo'lib, mana miyaga qon quyilibmi? Xuddi shunaqa qon bosimi bo'lsa, shahar kasali bo'lsa foyda qiladi. Mana yonbosh bo'lib kislorod aylanadi. Lechebniy tualet. Rosta! Gap yo zo'r chiqibdi-mi? Shuvoqlarni ham o'zing qilib berasan. Xo'pmi? Raisbo. Aka, buni lechebniy deyording. Bu davlat aqlli odamni 3 kundan beri o'taman. Onay. Xohlasiz lechebniy dushlarim bor. Qilib beraymi? Endi o'g'lim katta bola bo'lib qoldingiz-da. Ana Kozimda o'g'li dadasidan yashirib, xotiniga gazak simichkasidan pisib, bekinib olib kirib ketyapti. Siz unaqa bo'lmang. Siz ikkita oling gazak simichkasidan. Bitta dadangizga oling, bitta xotinga oling. Bitta dadangizga oling, bitta xotinga oling. Tushundingiz-a? Bo'lmasa men ham uyga kiray. Keliningiz ham og'ir oyoqda bilasiz. Gazak simichkasimi? Sen meni yashirib olib kiryapsanmi? O'zing gulaymi?